bizlardagi bugungi kunda amaldagi o'quv maliya ko'mak 300 degan bir produktimiz bor edi. Jismoniy shaxslar 100 million so'mgacha plastik kart tashkil beriladi. Yakka tadbirkor yuridik tashkilotlar olmasa 300 million so'mgacha hisoblanib beriladi. Bunda shahar tadbirkorlikni rivojlantirish shahar zavod qo'yiladi, muddati 36 oy, 6 oy imtiyozini bilan ajratib beramiz. Faizi yuridik tashkilotlar va yakka tadbirkorlarga 24%, jismoniy shaxslarga 25%. Bu yerda asosiy talab etiladigan narsa garov, jismoniy shaxslar mashin, mol-mulk garovi, noturar joyda mas'ul bo'ladi. Shu qonunda taqiqlanmagan garovlar. Kafillik emas, garov berilishi kerak. Jismoniy 100 million so'mgacha, yuridik